Assalomu alaykum. Nazarix bank xizmatlari eshitadi. Operator Munisa Murodova bo'laman. Qanday murojaatingiz bor? Assalomu alaykum. Mani kartamdan noma'lum odamlar pul yechib olishdi. Shuni qayerdan yechib olishganligini bilib bera olasizmi, iltimos? Hurmatli mijoz, so'rovingizni ko'rib chiqdik. Aynan mana shu tranzaksiya Dubai shahrida amalga oshirilgan ekan. Ayni damda O'zbekistondamisiz? Ha, men O'zbekistonda, Toshkentdaman. Qanaqa qilib mani kartamdan bunaqa pul yechib olishlari mumkin? Do'st, menga yordam bering. Hurmatli mijoz, ming afsusdamiz, ammo ma'lumotlarga ko'ra, firibgarlik yo'lida sizning mablag'ingizda pul yechib olingan. Bugun banklar juda ko'p muammolarga duch kelishmoqda. Soxta to'lovlar, kechasi o'tkazilgan shubhali tranzaksiyalar, undan tashqari kartaning o'g'irlanib ishlatilishi. Hozirgi antifraud tizimlar esa bunday muammolarga to'liq yechim bera olishmaydi. Shu sababli oddiy mijozning ham to'lovlari bekorga bloklanadi. Tizim juda qimmat va juda ham ko'p xato qiladi. Natijada esa mijoz norozi bo'ladi va bank xodimlari ko'p vaqt sarflaydi. Shuning uchun banklarga aniq, tez va tushuntira oladigan yangi antifraud tizimi kerak. Biz jamoamiz bilan yaratgan AI Fraud Guard tizimi aynan mana shu muammolarni hal qiladi. Bizning tizimimiz real vaqt rejimida barcha tranzaksiyalarni tekshirib boradi. AI yordamida anomaliyalarni aniqlaydi va xavf bo'lsa, aynan bank xodimlariga xavf haqida ogohlantirish beradi. Loyihamizning eng katta ustunliklaridan biri bu Explainable AI, ya'ni sun'iy intellekt o'zi bloklagan har bir tranzaksiya uchun tushunchalarni berib boradi. Explainable AI qanaqa ishlaydi? Misol uchun aytaylik, sun'iy intellekt bitta tranzaksiyani blokladi va u aynan bloklangan tranzaksiyani ostiga o'zini tushunchalarni beradi. Misol uchun, aynan ushbu tranzaksiya tungi soat 3:00 da amalga oshirildi. Har doimgi amalga oshiriladigan lokatsiyalardan 1200 km uzoqlikda amalga oshirildi va har doimgi summadan 4 baravar ko'proq amalga oshirilganligi haqida o'zini tushunchalarini yozib qoldiradi. Bu esa bank xodimiga doimgi qiladigan ishlarini yanada kamaytirib, aynan muammoni tezroq bartaraf etishga, firibgarlikni erta oldini aniqlashga yordam beradi. Bundan tashqari, bizning loyihamizda AI chat mavjud bo'lib, agar bank xodimi murakkab yoki qandaydir tushunarsiz holatlarga duch keladigan bo'lsa, bizni AI chatimiz bilan maslahatlashgan holda ushbu muammolarni yechishi mumkin bo'ladi. Loyihaning texnik tarafiga keladigan bo'lsak, bizning AI model 1,5 millionta tranzaksiyasi bor dataset asosida o'qitilgan. Bu katta hajmdagi ma'lumotlar bizning firibgarliklarni, turli xil xatti-harakatlarni chuqurroq o'rganishga imkon berdi. Trening natijasida modelimiz 97,3% aniqlik darajasiga erishdi. Bitta tranzaksiyani aniqlash o'rtacha vaqti 12 millisekund bo'lib, firibgarlikni aniqlash uchun bu eng katta omildir. Demo bo'limiga o'tamiz. Bu yerda platformamiz haqida qisqa tanishuv video joylashgan bo'ladi. Simulyatsiyani boshlash tugmasi mavjud. Xo'p, bu sahifada bizda real vaqt rejimida amalga oshirilgan tranzaksiyalar haqida ma'lumotlar ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda tranzaksiyalarning to'liq ro'yxati joylashgan. Mana masalan, mana bu yerda bittasini aniqladi, ya'ni firibgarlik deb ko'rsatdi. Buni ustiga bosganimizdan keyin ko'rishimiz mumkin nima uchun bu 97% xavfli omil deb belgiladilar. Bundan tashqari saytimizda tranzaksiyani qo'lda tekshirish imkoniyati ham mavjud. Tekshirish tugmasini bosganingizda xavfli, ya'ni firibgarlik tranzaksiyaligini aniqlab beradi. Xo'p, endi esa chatbotga nazar solsak, chatbotimiz haqiqiy AI model orqali ishlaydi, ya'ni bunga skriptlar yozib qo'yilmagan. Mana masalan, men hozir savol berishim mumkin. Endi hammasi yaxshimi senda deb yozsak bo'ladi. Yana request ketdi. Xayr, men yaxshiman. Endi o'zbek tilida ozgina sal qiynalyapti, chunki o'zbek tiliga o'rgatish sal qiyin bo'ldi. Menda esa hozircha shu. Kelajakda biz bu loyihamizga real time sun'iy intellekt operatorini qo'shishni rejalashtiryapmiz. Ayni damda loyihamizning MVP ko'rinishi tayyor. Sinab ko'rsangiz bo'ladi. Loyihamiz ko'plab insonlarning muammolarini hal qilishda yordam beradi degan umiddamiz. AI Fraud Guard bilan xavfsiz tranzaksiyalarni amalga oshiring.